Barselona uchun yangi mavsum qachondan boshlanadi? Siz Fliss futbolga obuna bo'ling. Men esa sizga bu haqda batafsil ma'lumot beraman. Asosiy jamoadagi 10 nafardan ortiq futbolchi jahon chempionatidan so'ng ta'tilda bo'lsa-da, bosh murabbiy Hansi Flick qolgan futbolchilar bilan yangi mavsumga tayyorgarlikni allaqachon boshlab yuborgan. Barselona mavsum oldi dastlabki o'rtoqlik uchrashuvini 24-iyul kuni Joan Gamper sport bazasida Kataloniyaning CE Yevropa jamoasiga qarshi yopiq eshiklar ostida o'tkazadi. Shundan so'ng klub 27-iyuldan 3-avgustgacha Angliyadagi St. George's Park bazasida yig'in o'tkazadi. Ushbu yig'in doirasida 31-iyul kuni Birmingham Cityga qarshi navbatdagi o'rtoqlik uchrashuvi bo'lib o'tadi. Bundan tashqari 8-avgust kuni Barcelona Friuli Venezia Giulia Cup mini turnirida ishtirok etadi. Ushbu musobaqa doirasida kataloniyaliklar Udinese va Nottingham Forest jamoalariga qarshi bahs olib boradi. An'anaviy Joan Gamper kubogi esa 19-avgust kuni o'tkazilishi rejalashtirilgan. Biroq hozircha ushbu uchrashuvdagi raqib jamoa nomi rasman e'lon qilingani yo'q. Mavsum oldi tayyorgarliklardan so'ng Barselona 23-avgust kuni safarda Elchega qarshi bahs bilan La Liganing 2026-2027-yilgi mavsumidagi o'z yurishini rasman boshlab beradi. Xo'sh, sizningcha Hansi Flick boshchiligidagi Barselona yangi mavsumni qanday o'tkazadi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.